yem aralashtirgan mishalkalarimizni kichkina varianti va katta variantlarini to'liq obzorlarini qilib beramiz. Kichkina varianti 300-350 kg sig'imga ega og'ir yemlar uchun mo'ljallangan. Hop, silyoslarni hammasini aralashtirib beraveradi. Endi buni kattasi og'ir yemlar uchun 900 kg 1 tonna sig'imga ega. Bu ham silyosmi, somonmi hammasini aralashtirib beraveradi. Bunimiz 900 kg 1 tonna sig'imni oladi va 380 volt tokka ishlaydi. Va bunimiz kichkinamiz 300-350 kg og'ir yemlarni oladi. Bunimiz 220 voltga ishlaydi. Hop, bunimizda balonchalari bor, bemalol u yoqdan bu yoqqa yetalab yurib ishlatsa bo'laveradi va reduktorlari yangi, motorlari yangisidan qo'yilgan, o'zini voltmetri va avtomati bo'ladi. Oddiy uyimizdagi razvedkada 220 volt tokda ishlayveradi. İchiga drabilkadan chiqarilgan, mayin setkasi chiqarilgan o'tlarda, mana o'tlarda, donlarda hammasini bitta solib turib, ichiga to'ldirib turib, o'zida avtomat bo'ladi. Avtomatda bitta ko'tarasiz. Mana ichida to'la yemi bilan bo'lsa ham o'zi aralashtirib beradi. Ko'rganingizdek, ovozlari juda ham kuchli emas. Past, reduktorlari yangi, yog' quyilmagan bo'ladi. Albatta sizga yog' quyib jo'natib yuboramiz. Remen zashtalari bilan jihozlangan. Bunimizni aralashtirishni ko'rsatib qo'ying. Mana aralashtirlari juda zo'r. Keyin bu yem mishalkalarimiz kattasi ham, kichkinasi ham bu tomondan sal yig'ishtirib keladi, bu tomondan ham yig'ishtirib keladi va o'rtaga keladigan mana bunday sekin qaynab ikkala burchakka tushaveradi. Hammasini birday aralashtirib va birday mayin qilib aralashtirib beradi bunimiz. Endi bunimiz ozgina mayin bo'lib, ozgina aralashib olguncha sizga nari 380 voltga ishlaydiganimizda obzorini beraman. Ketdik. Hop, bunimiz 380 voltga ishlaydigan 900 kg 1 tonna sig'imga og'ir yemli yem aralashtirgan mishalkamiz. Bunda ham balonchalari bor, reduktorlari yangi, mana bunday zanjir orqali o'tkazilgan. Hop, o'zida 3 faza avtomat bo'ladi va rossiyskiy motorlar bilan jihozlangan bo'ladi. Hop, bunimizda hop, ovozini hozir ko'ramiz. Mana 3 faza avtomati, bitta ko'taraman, bu ham ishlaydi. Ozgina changab turgan bo'lsa, mana shunday suvlarda qo'yib yuborsak ham bo'laveradi. Mana suvlarni ozgina quyib yubordik. Endi bu ham 5 minut bu yog'i aralashsa, sekin-sekin suvlar bir-biriga singidagi umuman changimaydi. Endi ozgincha hozir hashaklarda, yemlarda changlari bor, o'sha hisobiga ozgina changyapti. Bunda ham mana remen zashtalari bor, o'zini shikiflariga qo'yilgan va reduktorlar yangi, yog' quyilmagan bo'ladi. Sizga yog' quyib jo'natib yuboramiz. Ovozlari ham umuman baland emas. Bemalol mana o'zim gapiryapman, sizlar ham eshityapsiz ovozini. Keyin mana shunday ichida ishlab turgan holatda ham bemalol u yoqdan bu yoqqa yetalab yurib ishlasangiz bo'ladi buni. Mana yordamlashib yuboraman. Ichida yemlar bor. Bemalol mana u yoqdan bu yoqqa yetaklab yurib ishlatsa bo'ladi. Bunda ham bemalol yetalab yursa bo'ladi. Mana 220 voltga ishlaydiganimizda ham bemalol ishlatib olib turib, xohlagan tomoningizga yetalab yuraverasiz. Mana ichida yemlari bilan bemalol yetalab yurib, u yoqdan bu yoqqa ishlataverasiz. Bu mishalkalarimizga ikkalasiga ham albatta ichiga hashaklarimizda, aynan hashaklarda drabilkadan mayda setkasi chiqarib, iloj boricha maydaroq qilib solinsa, hop, yemga ham zo'r aralashadi va mishalkaga ham qiyinchilik bo'lmaydi. Siz ham yemingizni juda chiroyli qilib va sifatli qilib aralashtirib beradi. Endi bunimizda narxlarni aytsam sizga, bunimiz balonchali variantda 300-350 kg og'ir yemlarni oladi. Silyosmi, qolgan mahsulotlarni hammasini aralashtirib beradi. Narxi 6.800.000 so'm. O'zimizning Altemir zavodimizdagi narxi. Buni kattasining narxi, bu katta yem aralashtirgan mishalkamiz narxi 15.5 million so'm tushyapti. 900 kg 1 tonna oladigani. Endi bu ikkalasining o'rtasidagi hozir tayyor qolmadi. Keyingi videolarimizda ko'rsatamiz. Ikkalasining o'rtasidagi 600-700 kiloligi bor. Uni narxi 13.5 million so'm chiqadi. Xuddi shunaqa bo'yi ozgincha kalta bo'ladi. Uni ham reduktorlari yangi, motorlari rossiyskiy motor bo'ladi. Unda ham balonchalari bo'ladi. Narxi 13.5 million so'm tushyapti. O'zimizning Altemir zavodimizning narxi. Endi sizlarga mana bu mishalkamiz ichidagi mahsulotlar aralashib bo'ldi. Shunda sizga to'kishni ko'rsataman. Mana bu ochadigan ruchkasi bor. Ozgina mana. Bitta ochamiz. Ichidagi yemlari mana. Sekin-sekin chiqyapti akalar.
bemalol bitta joyga to'ksa ham bo'ladi yoki tagilab yurib turib, u yoqdan bu yoqqa to'kib, mollarni oxiriga olib borib, bemalol to'kishingiz mumkin. O'zi bu yoqdan yemlar sekin-sekin itarib chiqarib beradi tashqariga. Mana sekin-sekin itaryapti. Mana aralashgan yemlarni qarang aka. Aralashgan yemlarini pastga to'kaman. Drabelkadan chiqqan mayin o'tlarimiz, yerong'oq, somon, pahol, mosh hammasi bor va drabelkadan chiqqan, yorma holati chiqqan makkalarni hammasini birdek qilib, zo'r qilib aralashtirib bergan. Mana qarang. Ozgina suv ham quyib yuborganmiz va mayin bo'lib turib, mol qo'ylarda og'izga sanchilmaydigan bo'lgan. Bu o'zimizda qo'ylarga tayyorlangan yemimiz bo'ladi. Juda zo'r. Mana ichidagilarni o'zi sekin-sekin itarib chiqaraveradi tashqariga. Endi nariga 380 voltga ishlaydiganimizni sizlarga aralashtirgan yemlarni to'kib ko'rsatib beraman. Bunda ham xuddi nariga katta singari mana bunday ochadigan ruchka joyi bor. Bitta ochib turib, ichidagi yemlarda bu ham to'kib sekin-sekin itarib to'kaveradi ekan. Mana chiqishini qarang, o'zi sekin-sekin itarib chiqaraveradi. To'kishlari ham, ishlashlari ham hamma yo'g'i zo'r. Bilasizlar, bizda Altemur jamoamizda, Altemur zavodimizda faqat sifatli narsalar bo'ladi. Ishlashlari, hamma yo'g'i sifatlari, kachestvalari, svarkalari eng yaxshisidan va eng zo'ridan bo'ladi bizda Altemur zavodimizda. Mana o'zi sekin-sekin itarib chiqaradi. Men unga yordam berganim yo'q, mana o'zi itaryapti. Ishlashi hamma yo'g'i zo'r. Endi bunda sal ozgina yirikroq chiqqan, mana pastga tashlab ko'rsataman. Hop. Ichida hamma o'tlarimiz bor, drabelkadan chiqqan. Aralash ham bunda vobshe zo'r chiqdi. Endi buni o'chiramiz. Albatta akalar, bularga o'sha drabelkadan mayin qilib, mayin holatda solsangiz zo'r aralashadi. Sizga ham mana shunday yem aralashtirgan mishalka kerakmi? Kattasidan kerakmi, kichkinasidan kerakmi va undan tashqari universal drabelkalarimizdan 1,7 ming so'mdan boshlab sekin-sekin yuqorilashib ketaveradi. Qaysi biridan kerak bo'lsa, bemalol bizning Altemur zavodimizga aloqa chiqishingiz mumkin. Yoki 380 ming bo'lsa, mana bunda 380 ga ishlatilganlari, bitta pressni butunlikcha solsa, butunlikcha chiqarib beradiganlardan hammasidan mavjud. Va mol qo'y